7-dekabr sanasi o'tib ketmasidan bizni safimizga qo'shilib oling. Qarzdorlarning qarzi yechiladi. Mushkuli borlarning mushkullari oson bo'ladi. Farzand talablariga Alloh taolo huzuridan soliha farzandlar ato qiladi. Najot istaganlar, ishi yurishmayotganlar safimizga qo'shilingki, 7-dekabr o'tib ketib qolmasin. Do'stlar, 7-dekabr kuni ajoyib xayriyani tashkil qilganmiz. Ko'mir xayriyasini. Yetimlarga, miskinlarga, nogironligi bo'lgan oilalarga, boquvchisi yo'q, xonadonida erkak kishisi yo'q bo'lgan xonadonlarga ko'mir olib kirishlikni taraddusida turibmiz. Bu 7-dekabr yakshanba kuni bo'ladi. Ungacha bizning safimizga qo'shiling. Mushkuli borlar qani? 10 ming so'm bilan ham najot topishingiz mumkin. Farzand talablar qani? 10 ming so'm bilan farzandga erishishingiz mumkin. Qani ishi yurishmayotganlar? 10 ming so'm bilan ishlaring yurishib ketishi mumkin. Chunki Alloh taolo nima degan? Sadaqa tufayli boshlaringga baloni ko'taraman, najot beraman, soliha farzand beraman degan bir qancha dalillar bor. Do'stlar, bu muhimi 10 ming so'm bu adad belgilanmagan. Muhimi himmat, bee'tibor bo'lmaslik, imkoniyatdan kelib chiqqan holatda ehson qilishlik. 7-dekabr kuni bu oilalarga biz shu yaxshi ishni, xayrli ishni tepasida turibmiz. Bizni safimizga qo'shiling. Qancha imkoningiz bor, bizga ehson qiling. Qoldirgan kartalarimiz. Kartangizda 15 ming pulingiz bormi? Ishoning, bu qiyomat kuni sizni katta tashvishlardan, katta mushkullardan olib chiqib ketadi inshaalloh. Faqat siz bunga ixlos qiling, safimizga qo'shiling va albatta bizni kuzatib turing. Puli yo'qlar bordir ichimizda. Pulim bo'lganda men ham ehson qilardim deb. Xavotir olmang. Like bosishlik ham, kommentariya qoldirishlik ham, bu videoni storiesingizga olib chiqishlik ham, 15-20 ta yaqinlaringizga bu videoni jo'natib, do'stim, jannatga kirasan. Qarindoshlar, bu videoni ko'ringlar, yaxshi ishlar bo'lyapti. Ehsonlaring bo'lsa qilinglar deb dalolat qilishlik ham yaxshi ishga sherik bo'lishlik. Mana shular bilan bir qatorda. Chunki kim birovning mushkulini oson qilishlik uchun bir qadam qo'ysa, Alloh taolo o'sha bandaning mushkulini oson qiladi degan. Do'stlar, kelinglar, birlashaylik. 7-dekabr kuni inshaalloh biz ko'mirlarni tarqatamiz. Bee'tibor bo'lmang, g'ofillardan bo'lib qolmang. Videomizga befarq bo'lmang. Ozgincha ehson bo'lsa ham bizni safimizga qo'shiling.